Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy 9-asrda, milodiy 810-yilda Buxoroda ziyolilar xonadonida dunyoga keladi. Yoshligida Allohning irodasi bilan otasi vafot etdilar. Onasining tarbiyasida qaramog'ida qolar ekan. Buxoriy hazratlarining yoshligida 2 yoshida ko'zlariga shikast yetib, ko'zlari bu yorug' dunyoni ko'rmasdan qolar ekan. Onasi farzandini Habiblarga olib boradi, shifo topmas ekan. Asli qabri shuni qismida hisoblanadi. Allohdan nola qilib, duolar qilib, kechalar uxlamasdan tahajjud namozlarida duo qilib chiqdi. Ey Allohim, farzandimning ko'ziga nur ato etgin, shifo bergin, sening yo'lingda xizmat qilsin deb duo qilib onasi yig'lay ko'zlari uyquga ketar ekan onasini. O'sha kuni bir tush ko'rib, onalari tushlarida Ibrohim alayhisalom ko'rar ekanlar. Ey ona, seni qilgan iltijolaring, toat ibodatlaring Alloh dargohiga qabul qildi. O'g'ling Muhammadni ko'zi nuri qaytarib berdi ekanlar. Onasi xursand bo'lib uyg'onib, borib farzandini uyg'otsalar, 4 yoshlik Buxoriy bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edilar. Onasining duosidan keyin Alloh farzandiga nur ato etdilar. Onalar duosi ijobat bo'lur. Buxoriy hazratlariga az mehmonlar Alloh tomonidan ham juda bir kuchli xotira ato etilgan edilar. Eshitgan hadislari, o'qigan kitoblari doim yod bo'lib qolar ekan bu kishida. Xotirasi juda mustahkam bo'lgan. 9 yoshida Qur'oni Karimni yodlab qori bo'ldi. 14 yoshida esa 70 mingta hadis yoddan aytib berar ekanlar. Bu kishining ilmlari hattoki Buxoroda ustozlardan ham yuqori o'tar ekanlar. 16 yoshlarida Alloh qalbiga Ka'bani Buxoriy maqbarasi qabrlari yotgan joy bu yoqda yangi qurilgan musulmonlar idorasining Toj Mahalga o'xshatib qurilgan binosi uchun ziyoratiga keldik. Imom Buxoriyni